Konus asosining radiusi 2 ga teng. Konus balandligining o'rtasidan asos tekisligiga parallel tekislik o'tkazilgan. Shu kesim yuzini toping. Bu savol juda oddiy bo'ladi. Ya'ni o'xshashlik olamiz. Ya'ni yuqoridagi kichik to'g'ri burchakli uchburchak pastdagi katta to'g'ri burchakli uchburchakka o'xshash deb olamiz. Ya'ni A savolga javob berish uchun h taqsim 2 ni radius 2 ga nisbati h ni 2 ga nisbatiga teng bo'ladi. Bu yerda h'larni qisqartirsak bo'ladi. O'z-o'zidan radius 2 ni topayotgan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Demak, kesim yuzi deydigan bo'lsa, kesim yuzi PR kvadratga teng bo'ladi va P ga teng bo'ladi. Ya'ni B savolimiz nima deyilyapti? Ya'ni B savolimiz bu yerda demak, kichik konusning hajmini V desak, katta konusning hajmini V to'liq desak, ya'ni V ni V to'liqqa nisbati demak 1 taqsim 2 ning kubi bo'ladi. Ya'ni V ni V to'liqqa nisbati 1 taqsim 8 bo'lsa, V to'liq teng bo'ladi 8 ta V ga. Demak, V konusni topadigan bo'lsak, V kesik konusni topadigan bo'lsak, 8 ta V dan kichkinagina olib tashlaymiz, 7 ta V bo'ladi. Demak, bizda savol bo'lgan, hosil bo'lgan kesik konus hajmining to'lig'iga nisbati deyilgan bo'lsa, demak, V kesik konusni V to'liqqa nisbatini olsak, 7 ta V taqsim 8 ta V bo'ladi. Ya'ni 7 taqsim 8 ni beradi.